Assalomu alaykum hurmatli mashina bozor obunachilari, hurmatli g'ildirakdoshlar, hurmatli Xorazm Jaydar bolalari, qaranglar. 98-yil Tiko'miz geldi. Egadan srochniy sotiladi. Kumxu Solaris yumshoq bog'ladibdi. Kumxu debdi, kumxu. Xadovoylarini qildirgan ekan, polnisti 2,5-3 million so'm rasxod ketdi dedi. Motorlarni qildirgan ekan, avtolarni almashlab antifrizdan solib qo'ydi. Maşinin sünyeki 150% garantiya, sünyeki büsbütün, sınık pınık, yamak pamak yok. Tiyir, içi, deşi hem yerine evvelen bak, Xudo inşallah cevap da tuttu. Yine stokeleri konkret. Hoppa, yine. Stokelerine birden 10'aça bak haber dese 10 bak haberken bol aradım. Hakikaten yaxşı saklangan Tiko ekan. 98-yil mashin zo'r, skoroslari tushishlari, korobka sistemasi, ходовой motor sistemasini umuman gap yo'q. O'zim haydab keldim hozir. 98-yil. Sınık, çatnak, patnak, zeng, peng deyen narsa yok. Maşinin kuzub içan tarafı radnoy, üstü lyoki yüzü sepilgen abunachılar. İçan tarafı radnoy. Yine. Hele pilonki hem vurulmaz. Zapaskeleri bak, külüşleri bak, arkaları hem yeri bütün maşin. Tiyinde sınık pınık yamak samağı yok. Zor Tiko alıp edeyim. Bir tonirovkalarni urib beraman maziyati desangizda, polni bak benzini bilan jigarlar sizlar uchun zo'r idealniy Tiko. Xo'p, narxini aytadigan bo'lsak, narxini sizlarga boladan bahasini aytaman. Boladan bahası 19 milyon so'm bo'lsa beramiz obunachilar. 19 milyon so'm bo'lsa beriladi mashina. Kimga shu mashina qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib baraka qilsa bo'ladi. Mashinada umuman rasxoti yo'q mashina. Doğru alıp hedisle. Tamam.